Mana yo'llarimiz ravon bo'ldi, bolalarimiz loy kechib maktabga borar edi. Prezidentimizga rahmat. Men shu yerdagilarning hammasiga rahmat. Oldin loy ko'cha edi, maktabga bolalar loy kechib o'tar edi. Mashina ham o'tolmas edi. Meni rahmat. Latoklarga suv kelyapti, yo'limiz yaxshi bo'ldi. Mana mustaqillik arafasida bizni 35 yillik munosabati bilan yo'llarimiz juda ajoyib toza bo'lib, asfalt bo'ldi. Buning uchun biz juda ham xursandmiz. Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Holati juda ham yomon, og'ir edi, yurib bo'lmas edi. Bolalarim maktabga, bog'chaga borishga juda ham qiynalishardi. Endi hozir bu mana tekis ravon yo'ldan juda ham minnatdormiz. Farzandlarim bilan minnatdorchiligimizni bildiraman. Oqar suvlar ham kelib ekinlar ekishimizda, gullar o'sib yotibdi, daraxtlarimiz. Xalqning kayfiyati juda ham a'lo darajada. Bemalol eshik oldiga yerlardan unumli foydalanib, suvlardan namunali foydalanib kelyapmiz.